Ha, oshna tishlang, bozorlik qilamizmi? Ha, uyga mayda chuyda olish kerak edi. Bo'ldi, kakraz men ham non pon olaman uyga. Chiqamiz, sразу olamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum Akalar, assalom. yaxshimisizlar? Rahmat. Charchamışsizlar? Tutsalar ham bir so'rash bor edi. Hop, nima xizmat? Aka, shu shaharga rayondan kelgandim, bir ish bilan. Ishim o'xshamay qoldi. Hozir ichkarida 100 minglik qo'lchoq ko'rib qo'ygandim. Singlim tug'ilgan kun edi, aka olib keling dedi. O'shanga o'zimda 50 ming so'm pul bor-ku, 50 ming so'm yetmay turuvdi. Tutsalar agar qo'llaringdan kelsa yordam berib tura olmaysizlarmi? Bir chiroyli bolaga o'xshab turibdi. Nima qilasan berib, kiyimini qara, bir tuzoyu. Mayli, oila uchun ekan, hozir 1 minut. Mana, yaxshilik ishlating. Rahmat aka. Xo'p. Voy, endi boyagi qo'g'irchoq qaysi biri edi-ya? Aka, 1 minut. Labba aka. Hali boyagi 100 minglik qo'g'irchoq qaysi biri edi? Topolmayapman. Aka mana shu edi. Ha, shumidi? Hozir pulni beray aka. Mana, rahmat. Aka to'xta. Tinchlikmi aka? Puldan kam ekanmi? Yo'q aka, puldan aksincha ko'p ekan. Mana. Rahmat aka. Xo'p, sog' bo'ling. Bozorlarni hammasini qildim. Nonim ovola, oshna esdan Ha, chiqib qolmasin. moshinadan olasan hozir. Qara, yana o'sha bola. Kimnidir kutib turibdi. Men senga aytdim pul bermagin deb. Devanelingni o'ziga kasb qilib olgan, bir chiroyli odam. Nima qilarding pul berib? Qara, noto'g'ri gumonda bo'lmasdan, yur bitta so'rab ko'ramiz. Ha, uka, yana qo'g'irchoqqa pul kerakmi? Yo'q aka, sizlarni kutib turgandim. Boya qo'g'irchoqqa 50 ming so'm so'rasam, 100 ming berib yuboribsizlar. Shu oshiqchasini berib qo'yay deb qarab turgandim sizlarni. Rahmat aka. Qara, noto'g'ri gumonda bo'lmiz. Bekorga aytishmaganda, gumon iymondan ayiradi deb. Mayli, ketdik, yaxshilik ko'paysin. I brought you daffodils on a pretty string.